Assalomu alaykum. Bizda Suvonda mashinalar, dilerlar olib kelib qo'ygan mashinalar xilidan bor. Kimga manaqangi Koreyaning o'zini mashinalarini sportivniy tuning qilib qo'yilgan holatdagi avtomobillar kerak bo'lsa, K3, Veloster, Avanti sportivniy holatda qilib qo'ygan, tuning qilib sportkarlar manaqangi mashinalar kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqarasizlar. Mashinaning xilidan bor. Topib beramiz, xudo xolasa. Stinger kerakmi, sportivniy, Veloster kerakmi, Avantisidan kerakmi, sportga qilib qo'ygan hammasini tuning qilib bemalol aloqaga chiqarasizlar. Manzilimiz Suvon shahrida. Ideal holatdagi mashinalar. Shularning qaysi biri kerak bo'lsa, linkini tashlab beraman. Mashinaning nomerini aytsalaring. Shu videoga olayotganimda nomerlarni ko'rsatib ketaman bir qator. Shu nomerdagi mashinalar qaysi biri kerak bo'lsa, telefon nomerlarida SMS orqali qoldirsanglar, sizlarga linkini tashlab beraman. Hozir bitta obzor qilay desam, to'g'risi mashinalar simidan nihoyatda ko'p. Shunga eng oson yo'li kimga qaysi mashina kerak bo'lsa, shunday nomerni menga "Uka, mana bu nomerdagi mashina kerak" deb telefon nomerlarida, albatta Koreya nomeri bo'lishi kerak, yozib qo'ysanglar, mashinaning linkini tashlab beraman. Bemalol ichiga kirib, rasmlarini, holatlarini ko'rasizlar. Mashina simidan 52 mingga yaqin mashina bor. Aytaverasizlar, serob mashinalar. Mana nomerlarni ko'rsatyapman.